Milletleşlerimiz, Qozonimizda zo'r bayram, Respublika kuni, Taysirning 100 yillığı. Şu oydan mana birida Qozonning o'zagida Kamal teatri yanında O'ynag'iz garmonlar festivali boshlana. Ham aligi festivalda turli turaklardan kelgan garmonchilarimiz chiqish yasay. Xalqimiz rohatlanib yo'lida. Bugun biz sizga shu ko'rinishning eng motor mezgillarini taqdim etamiz. Uyağanımın ellerin sanı Bersini ola, bersini uya bir yigit Garımın sayılı, garımın sayılı Sandı başkayı garımın sayılı da sayılı Köyünü köyge yaldı, yaldı bir yigit Garımın sayılı, garımın sayılı Sandı başkayı garımın sayılı da sayılı Köyünü köyge yaldı, yaldı bir yigit Garımın sayılı Milletleşlerimiz, men sizni hozir Kirov ülkesinden kelgan bek motor ansambl bilan tanishtiram. Qarang, sizlarning kiyimlarin, qarang, sizlarning nishik motor bo'lurlar, ayma. Bizning bilan o'zingizni yaqindanroq tanishtirib ketingiz hali. Biz Kirov ülkesining Qiratalan shahridan keldik. Quyosh Tatar jiri xalq ansambli 2008 yilda uyushgan edik. Shundan beri O'ynag'iz garmonlarda qatnashib kelamiz. Rahmat chaqiruvlari uchun bizni zo'rlab şu fırsattan faydalanıp Tatarstanlılarını, bizning tarixiy vatanimizni 100 yıllık yubiley bilan tebrik etamiz. Her bir kişiga nıq selamatlik, uzun ömür tileymiz. Ansamblingizga necha yil endi? Mana 2008 yilda uyushdik. Hozir endi 12 yil. Qo'ylarda yurisiz, qo'ylarda chiqishlar yasaysiz. Bizga bek buluşdu endi mana shu uyushuvimizning birinchi yilida O'ynag'iz garmonlarda birinchi qatnashdik da Şuluk yılını bizge Elsur Medşin şitikler böyle gitti. Bana şu şitikler bitip güne Rusya köleminde köp güne şehirlerde yürüttü. Şibaksar, Yaşkaralla, Kirov, Kırım'a hatlı barım şittik. Tugara goyun bizni küterdi. Biz bir folklor ansambl. Bizdeki folklor şırlarını öğrenemiz, izleyimiz, etnografik ekspedisiyalar uyushtiramiz. Yo'qolmasin deymiz endi. Aydagiz, mana bizni qaragan tomoshachilarimizga birgina kuplet bo'lsa da o'zingizning repertuardan biror motor she'rni shirlab jiberingiz hali. Tıpır tıpır tıpırda tıpırga basayıq hali. Oynab kelib shirlab yeyib ko'ngillashayiq hali. Vay dupır dupaya, vay dupır dupaya. Bugungi bayramga keldik beyib olamiz ayda. Vay dupır dupaya, vay dupır dupaya. Bugungi bayramga keldik shirlab olamiz ayda. Hop. Rahmat, sizga bek zo'r o'ngishlar tilab qolamiz. Hali menim sizning bayanchlaringizni da tanishtirib o'tasiz kelamiz bizning tomoshachilarimiz bilan. Ismingiz nechik? Benim Marcel ismimda. Marcel abi. Mana bu Talyaningizda, Talyan bit bo'ymi, yolg'ishmasam? Ha? Do'qiratka. Ikirali garmon bo'laydi. Ko'pdan o'ynaysizmi? Men 7 yoshda o'ynay boshladim. Umr bo'yi degansiz. Yo'q, 7 yoshda o'ynadim. Bir 25 yoshlarda tashladim. Yangidan 30 yildan so'ng yangidan tindim. Nechun 30 yildan so'ng yangidan o'ynay boshladingiz? Ishda bo'ldim. Nimada? Pensiyaga chiqqach, meni tanishtirdilarda yuriy boshladim. Eng yaratgan kuyingiz nendeki? Olma ağaçları yine misal dedik tam yerde. Olma ağaçların. Olma ağaçları oynayalım.
Sabahdan keldik. Bütün şuşunda jig'an xalqqa bayram bilan qutlariga o'zimizning mana shu pozitiv energiyamizni xalqqa taratar ulashirga deb keldik. Sizlar shundanmisiz? Şunları bugün de. Çok ne şuraya sebepten hükümetlerine kargısına bayramla eskileyen çoğulağız. Ne şulay dağında devam ettik. Hatırlattım. Çok. Bayram kunida xalqimizga nindi tilaklarimiz var? Eminlik, böyle vakitte ko'ngil tinchlig'i, sog'lik, salomatlik, Allohga shukr, bek motor yashab bizga shulay davom etsin. Urra! Mana bunday O'ynag'iz Garmonlar festivalida yosh qatnashasizmi? Yıl sayın kelamiz. Yıl sayın necha yil endi? Bak, ko'p siz bilan 35 yil o'tkazdik. Bolalar bilan kelamiz. Bizlar o'zimiz sobada o'tkazamiz shunday bayramlarni. Şol, Garmon bilan do'st, Garmon bilan sitib sevishamiz. Mana o'zingiz o'ynaysiz. Sabada sizni davom etuvchilar, yoshlar bormi? Yoshlar tortiladimi? Mana muzikani Mana ürettiğimiz ekibine mana bugün alıp gelgenik. Mana eligin avtobusga oturup 1 milyon da vakitler şundan ne kadar çasıvları. Şunda kursiz, ta keligiz. Bolalar o'qiydi demak. Ayı okuyor. Nechalab garmonchi bor sizda? No estogelinde var. No ürettiğimiz. Mana shu bolalar maktabda. Şoma bilen paka bir 30 lap deb eteminde. Şoma bilen. Quray projog'im bor to'g'ri. Quray da var. Maktabnida, madaniyat yurtida. Bayan da var indi. Part piyanı var, bakıl var, reskiliya kız var. Bulay bulgaç, eli garmon tavuşu tınma yaşam. Sobada eli sobaşmaları degan ijodlar konu var. Biz Hanifdek Samin, Hanif Temirbayev. Biz fakat mikrofonsuz garmonga bayan ağlaşırlıyız. Xalq jillari. Milletdaşlarımız dağım bir otaklı bizim şit tübeklerde icad etuşu ansambl ve tanıştırabız. Tanıştırabız buna tugul gümmen biz bugün onlarını biride kurubuzga bek şadbız bu Şuvaşidağı, Urmaydağı Müşerler ansambli. Bayram bizde Nur üstüne onlar bugün indi şığış yasarga ilgirdiler. Nindi keyifler bilen keldigiz Ildoz. Munda niçik? Munda her vakit biz yaxşı keyif bilen kelemiz. Nik degandey dostlar, bugün bir bayram. Bugün dostlar Tatariston Respublikasının kini. Şuna göre biz her vakitte Qozon shaharına kelganda, endi Tataristonga kelganda o'zimizning Makkabizga kelgan gibi dostlar. Şın ko'ngillar shunday, shodlik bilan shunday, keyif bilan dostlar, o'zimizning jirlarimiz, o'zimizning biylarimiz bilan dostlar. Şın ko'ngildan sizga oshqini o'chib keldik. Mana eli yangagina siz shığış yasadınız, xalq nechik qabul etdi? Niçin kabul etsem indi? Xalq конечно biz her vakitte xalq albatta alqishlar bilan bek botir kabul etdi dostlar. Biz her vakitte şu Tatariston xalqına ayrım rahmatlar dostlar. Bizden de var biz her vakitte üzlerini gidip kabul ederler, üzlerini gidip yakın alqışlar dostlar. Her vakitte açık izleri bilan bizning chiqishlarni shin ko'ngildan shodlanib qaraylar. Zur rahmatlarimizni bildiramiz. Barliq şu tomoshaga yig'ilgan barliq millatdoshlarimizga ham tomoshachilarimizga dostlar. Ildoz, men bugün mana huzur bayram bo'lsa da Farid abini esga olishga buldiralim neyber. Hatta bizim siyasetde de bizga yosh kelar. Bugungi bayramda siz maqayin birinchi martaba Farid abisiz keldiga shulay ber. Ko'ngilda baribir yo'qsin hislari o'ldek bor. Ham uni esga olishga mumkin bo'ladi. Albatta
Ferit abini bugün eski almışça bulmayı. Men kollektivga da bugün aytam. Men o'zim bugün eskilari yetim his etam. Ham kollektiv da shunday hislarda biz albatta Ferit abini har vaqtda ko'nglimizda tuturibmiz. Ferit abini yuragimizda saqlarmiz. Mana shu Ferit abining bizga yasab qoldirgan, bizga bo'lak etib qoldirgan merosin har vaqtda saqlab, yaqlab, birga yoshlarimizga topshirib, yasharga tirishimiz lozim. Amin, şulay bolsun. Onun vasiyeti bulup, ruhu bulup, onun devamı bulup sizin kollektiviniz mengi yaşasın ve sizge umuşlar dileymiz. Tatariston Respublikasının bayramı. Hürmetli milletteşlerimiz, mene Uynağız Garmonlar Festivali'nin tüp üzünşeligi ol ülkenlerini gine tugul, balalarını da biri de birleştire. Hem balalar için kileşekte garmon mınların көңіліне singdirirge örnek bulup tura. Mine bu balalar indi iştakne de çıkış yasarga ülgürdüler. Alar biri de yol itip oturalar. Şulay yol itip oturganda da alar rahatlanıp garmonların koluna alıp uynaylar. Min alar bile tanıştırıp ötesim kile. Meni o'zingiz bilan tanıştırыңыз әле. Qaydan siz, isim familiyangiz nechik? Men Guliyay, mening familiya Yuzlibayeva. Besarman rayonidan bu Qodirov Islom. İslam turunda sonra hozir bilishamiz. Aytayli, mene qachondan beri o'ynaysan? Ne uchun garmonda o'ynarga o'rganirga bo'lding? Men 3 yil уже o'ynayman. Недавно как уж получилось, meni öğretken. Mana shulay Ошыймысың o'zingga? Aya. Kelajakda garmonchi bo'lishga tilamaysanmi? Bilmayman hali. Наверное. Ayda endi İslam bilan tanishing. O'zing turunda yaqindan tanishtirib siylali. Sen qachon o'ynarga o'rganding garmonda? Men sadikdan endi boshladim o'ynarga 6 yoshdan. Bordim da boshda jilli edim, o'ynaysi kelmaydi. Andan endi o'ynaysi keldi, prям. Garmonchi yigitlar eng darajali yigitlar ekanini bilasizmi sen? O'ynaganingni endi kimlar tingli, kimlar biyi sen o'ynaganda, uydagilarni biydaysizmi biroz? Yo'q endi, o'zimgina o'ynayman. Ufalarga gel baram, ufalarga gel baram, ufalarga gel baram, gel baram, ufalarga gel baram, gel baram. Tanrı kızı tatlıya, Tanrı kızı tatlıya, Tanrı kızı tatlıya, kızında da uyla balam, Tanrı kızı şunda da uyla balam. O'zingiz bilan tanishtirib ketdingiz, hali bek batur shirlaysiz. Allah'a şükür. Beylemler bilen barımızda da bizim matur beylemimiz devam ediyor. Biz balık müzesi Divaginden geldik maturuna. Bu beylemde biz bugün ilk şartbiz. Aynı bizim bile Şulman Mınları degen ansabil rayonumuzdan biz köp yıllar bu beylemlerde katnaşabız indi. Biz şartbiz matur bizim respublikamız maturuna şunday beylem tantanasında bugün bizge bir köngüllü bugün. Sizning rayonda garmonchilar ko'pmi? Garmonchilar her yurt tanımasan da yurt ara bizning garmonchilar bo'ldi. Mana benim yoshdagilar endi. Biz shulay mana biz ko'p kina Moskva, Leningrad shaharlarida, Tuban, Novgorod, Tolyachi shaharlarida biz o'zimizning Saban to'y bayramlaridan shunday motor Uydağız garmonlar bayramına bu yıl 35. yıl biz her yıl sayıda katlaşıyoruz.
bik ko'ngilli bit ulaymi. Mana shu 35-yil qatnashabız deysiz. Shu 35 yil davrida festival o'zgarami ham qaysi yoqqa tava o'zgara? Bilasizmi, birda o'rnida turmaydi, aybi chiqadi. Bik ko'ngilli bo'ldi, Allohga shukr. Bik motor etib bayram etdik. Hani her şeyin o'zining motor momentlari bor. Bugungi bayram shunday qarag'iz, ko'kning motorlari, nindi motor, quyoshli motor kun. Xalqimizga sog'lik, salomatlik, tinchlik tilimiz, og'irlik chaqna shulay motor etib turmush etdik, xizmat etdik. Barimizga da esenlik, sog'lik, salomatlik. Tag'in bir nechirlik qildilar. Teatr meydanında bargan motor bayram mana shulay akrimlab Kreml bo'yina ko'chdi.
Yağışıyma, ko'ngillimi? Bugungi bayram ko'ngillime bik yaqin. Şu qadli şep ko'ngilli. Qozon shahri gurlab tura. Mana aning xavotirisi da bugungi kunda bayramni mana ko'tarinki ko'ngil berib, quyosh balqib tura. Bugün siz bayramda telefonga tushirasiz, video kimlarga ko'rsatirga qiynasiz? Mana men hozir ongayi tushirib, bu yangiliklarni jibaraman o'zimning semyama, o'zimning do'stlarimga. Bu hozir taralashaq butun Perm krayida yashagan tuganlarga ham boshqa illarda yashagan tuganlarga ketashak. Şunu aytasım kela. Kil ali idilning jili yollarga şaşaklar sip ali oq bo'lib, sof bo'lib iste qolsin Qozonning qadrli kishlari. Hislar taşıp tura, hisler bik ko'p, bik motor, shotlanamiz Tataristonning bayrami bilan. Tataristonning da tugul bizning de chetda yashovchi tatarlarning bugun bayrami, bik motor peshan bozori uyushtirgansiz, bik motor garmon bayramida bo'ldik. Mana hozir endi Kreml yonidan da olib keldigiz. Bik motor, bik yo'l etamiz, rahat, ko'ngilda shuning xatli g'ururlik hissi yana Tatariston uchun kilodan kiloga Tatariston balqi, motoraya, yashara. Biz chetda yashovchilar bir nindi de ortda ketu yo'q, gel olg'a Tatariston. Bek ko'ngilli, bek rahmat. Esan sog' Tatariston tugan elimiz yashasin. Yoqdoshlar, qondoshlar, qardoshlar, do'stlar, ipdoshlar, abiylar, boboylar, tugan to'mashalar, bola chaqalar, unuqlar toza bo'lsinlar, esenlik, sog'lik, tozalik bo'lib tilim. Qozon, Tatariston gurla, yashi biz bo'ldiramiz. Hurmatli millatdoshlar, markazimizning Qozonning qo'noqlari, bilasizmi, biz ham boribizda Qozonning o'zagida, yuragida bosib turamiz. Bizning qarshimizda Qozon Kremli. Gurilib, Qozonimizda, respublikada o'zimizning tug'an kun bora. Şuluq vaqtda tug'an kun deganda bizning azirliklar ko'pdan bor edi endi. Niqlab turishdik. Hamma 2 kun bo'yicha biz o'zimizning millatdoshlarga, Tataristonda yashovchi barliq xalqimizga, qo'noqlarimizga mana shu turli plashadkalarda bo'lgan mumkinliklarni ko'rsatib, har bir sanada birinchidan ko'rsatirga, ikkinchidan ularga birga bizning bilan qatnashib, mana shu bayram valslarida bitirlarga mumkinliklar yasadik ham tudirdik. Bugun Tataristonda har bir shaharda, har bir rayon o'zagida zo'r bayramlar bor. Xalqimiz bilan birga jirlaymiz, biyimiz, kulamiz, tabunlar azir. Shu vaqtda mana bunda jilib biz shu o'ynag'iz garmonlarni o'tkaru, pishan bozorlari yasav, xalq bilan birga mana shulay tigi marshlar bilan yuru, bu endi xalqtanda bayram shanaganda bo'la ham endi zo'rlab bir-birimizga rahmat aytib boramiz. Men hozir aytasim kela, o'zimizning prezidentimiz Rustam Nurgulevich Minixanov ismidan sizga borig'izga bek zo'r rahmat. Mana shulay birdan bo'lib, birga bo'lib bordik. Kecha qo'llarimizni ko'tarib Tatar xalqining strategiyasini qabul etdik. Alloh tilasa, aning bo'yicha ishlar ko'p bo'lacak. Shu vaqtda aytamiz endi Prezidentingiz isimdan sizga borig'izga bek zo'r rahmat. Ham shu bayram qisalarida har birimizga oila baxti, sog'lik, salomatlik, ularning eson bo'lulari, bizning barakaylarni har vaqtda shulay baxtli bo'lib bizga yurularini tilaymiz. Ham endi xalqtanda zo'r bo'laklar bo'ldi. Agarda siz ruxsat etsangiz, vaqtanda o'z vaqtida Rustam Nurgulevich aytgani, bizning mingli xalqday, jirli xalqday, bizning italyan garmon boylar har kishida bordi, har oiladadi. Shunga ko'ra ayda berigari shunga 100 yillikqa 100 garmon boyan deb endi aning endi borsida berilib bitdi. Simvolishni deb aytamiz endi, ayma 100-garmonni topshirishga ruxsat edingiz. Eydel İbrahim dostum, oynab jiberali.
Hürmetli milletteşlerimiz, bizning topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugungi video yozmamiz bilan sizning kayfingizni ko'tara olgan bo'lsak, ham albatta endi ozgina bo'lsa-da Qozonimizda uzgan bayramning eng motor mezgillarini ko'rsata olsak, biz bunga shod bo'lurmiz. Endi sizni Qozonga kelingіз, bizning boshqalamizda bizning bilan birgalab shu motorlikni ko'ringiz deb sog'lashamiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar. Qozon düğün ansambli boshqaruvida bayram biyun ko'rdingiz. Kollektivning san'at yetakchisi Tataristonning xalq artisti Shulpan Zakirova.